Do'stlar, bugun yana sizlar bilan Kama Minecraft. Bugun biz mana shu ko'rib turgan bo'lsanglar, qizil doiradan chiqmaslik ikkinchi qismi, ikkinchi videosi. Mana shu qancha chiqmay yaxshi olishim ikkinchi videosi. Qani nima bo'lar ekan ko'ramiz. Hozir video davomida ko'rasizlar. Ungacha like, podpiskani bosib qo'yinglar. Men bo'lmasam boshladim. Qani mana yerda ana bor edi, mana uni hozir aniq qo'ygandik, xato qilgandik. O'shancha shunaqa qo'ygan. Daraxtlar o'syaptimi? Daraxtlar o'sha yana 5 ta daraxt bor ekan bizda bolalar. 5 ta daraxt ham ekib qo'ysak bo'larmikan? Ekib qo'yaylik, chiqarmaylik. Ekib qo'yamiz. Okey, farqi yo'q. Ekib qo'ydik bo'lardi. Keyin mana 3 ta nonimiz bor. Hali qornimiz ochgani yo'q. Yaxshi bu. Hozir bizga ko'proq tosh kerak va daraxtlar o'sish kerak. Yana daraxt kerak. Daraxt ko'p ekan bizda. Videoni azinchaga to'xtatib turdim bolalar. Hozir endi mana shuni hozir tagiga qazib, endi ko'proq tosh olib, pastdan mana bitta daraxt o'sdi bolalar. Yaxshi. Bu yaxshi. Okey, biz bundan endi olma tutsa vashi zo'r bo'lardi-da. Ko'proq yemish kerak bizga. Okey, buni qazib oldik. Yana ko'proq daraxtlar o'sa bersa yaxshi bo'ladi. Okey, biz yana nima qilamiz? Hozir mana kerak emas, mana kerak bo'lib qoladi hozir biz shaxtaga tushsak pastga. Qani pastga kavzlab ko'raylik, mayli, pastga kavzlab ko'ramiz. Ketdik pastga. Pastdan ko'proq tosh olib kavlashimiz kerak. Pastga tushganimcha bolalar, hozir videoni o'chirib turaman. Azinchaga. Mana bolalar sekin kazlab ketyapmiz. Mana shuncha kazlab qo'ydim o'sha. Yo'limizda mana tilla ham chiqib qoldi, lekin tillani biz ola olmaymiz. Shunda ham kerak emas bizga bolalar bu tilla bizga hozircha. Qani past ko'raylikchi. O'sha mana kelib qoldik mana bunaqa anaga ham. Yo'q. Okey bolalar, okey. Okey, yaxshi, bu yaxshi. Hozir bitta men oh my god, bolalar videoni o'chirib turaman. Okey bolalar, mana videoni boshladim. Juda ham xavfli bet, lekin normal narsalar chiqadi bu yerdan ancha. Hozir. Ko'p zumlar yuribdi, juda ham ko'p. Nimalar bor ekan ko'ramiz. Hali ko'p narsa chiqadi, ichidan bilaman buni. Shunday taginamizda mana shu chiqib qoldi. Qaziyotganim men shaxta chiqadi deb o'ylagandim. Ko'raylik, chiqqani pastga tushib ko'ramiz. Mana zombi уже. Bu yerdan hozir bitta temir chiqdi. Kalit ham chiqdi bolalar, yaxshi kalit. Kalit bilan ancha narsalarni o'zimizga yig'ib olsak bo'ladi. Mana shuni kazlab borsak, ichidan ko'p narsalar chiqadi. Mana o'zini narsalar ham chiqadi. Mana yana bitta temir chiqdi. Mana bular kerak emas. Hozir 28 ta o'zani bor ekan. G'ish bor ekan. U kerak emas bizga. Bular ham kerak emas bizga. Mana kalit bilan mana bu narsadan yoqdan spawn bo'lar ekan do'stlar, mana hasharot. Mash yomon narsa. O'ldirish qiyin bo'lardi. Mayli, orqadan kelyapti do'stlar. Okey, mayli, e'tibor beramiz, tepaga chiqib ketamiz. Oh my yo. Shu joyda video tugadi do'stlar. Like va podpiskani bosib qo'yinglar. Xayr. Hazillashdim do'stlar, video tugamadi hali. Biz nima degandik? Biz mana shu qizil doiradan chiqmasdan yashimiz degandik. Lekin o'lib qoldi, mayli, e'tibor bermaymiz. Hozir nima qilamiz? Daraxt o'stirish kerak, ko'proq daraxt kerak bizga yana. Bizga yemish kerak hozir ko'proq. Hozir bu yoqqa mana daraxtni suv yoniga qo'ysa o'sarmikan? Mana daraxtga qo'yib qo'yaylik, mayli, ko'ramiz. O'sib qolsa kerak. Mana bitta daraxt do'stlar. Bu yoqdan olma tutsa yaxshi bo'lardi bizga. Okey, yana daraxt ekib qo'yamiz hozir. Mana
yana bitta daraxt. Hozir nima qilamiz? Tun tushgani yo'q, yaxshi degani bu. Pastga tushaymikan? Yo'q, pastga tushmaydi. Boya o'lib qoldim, ko'rdinglar. O'lib qoldim boya, ko'rdinglar o'zinglar. Hozir yana nima qilamiz? Qornimiz ochgani yo'q, yaxshi. Hozir do'stlar videoni to'xtatib turibman. Hozir bolalar bizga nima qilamiz? Hozir mana keraksiz narsalar tashlab yuborib, mana bizda 4 ta temir bor ekan. Buni hozir biz o'zimizga kirka solamiz va mana daraxtlardan o'zimizga yaxshiroq uy yasashga harakat qilamiz. Hozir bularni tashlab yuborish kerak. Hozir kerak narsalar birinchi. Mana bambu kerak emas, yana bambu, mana bu, keyin yana bambu ham kerak emas, bu ham kerak emas, bu ham kerak emas. Mana bambular ham kerak emas bizga, sandiq kerak va mana taxtalar kerak, shox kerak bizga. Kalit ham kerak bo'lsa kerak u. Yer ham kerak hozir bizga tepa ko'tarish uchun. Mana ham kerak emas do'stlar. Yana mana daraxtni ham mayli, bu ham tashlab yuboramiz, kerak emas. Bu turaversin, bu kerak bo'lib qolishi mumkin, mayli. Bu mayli, kerak bo'lib qoladi bu ham. Okey, kerak narsalarni tashlab yubordik bolalar. Endi o'zimizga hozir yaxshiroq uy qurishga harakat qilamiz. Uy qurganimcha ko'p vaqt ketib qoladi. O'shaning uchun hozir videoni to'xtatib turaman do'stlar. Keyin ko'rsataman uy qurganimdan keyin qanaqa uy chiqqanini. Mana bolalar, ko'rgan bo'lsanglar, qanday chiqdi kommentda aytib o'rasizlar, qanday chiqqan. Menimcha normal bo'lsa kerak u. Lekin normal chiqqan. Mana bo'ladi. Hozirchaga bo'ladi. Mana bizda ungacha qurganimcha vashi ko'p daraxtlar o'sibdi. Bularni hozir qarzdab olamiz. Mana kavza oldik bolalar, mana. Okey, endi nima qilamiz? Bizda 4 ta temir bor edi, aytmoqchi. Bundan hozir o'zimizga temir kirka yasab olishimiz kerak. Temir kirka ham kerak bo'lib qoldi bizga. Mana temir kirka yetar ekan. Bo'ldi, mana yasab oldik. Hozir biz toporimiz ancha anosi kam qolibdi. Ko'p daraxtlar o'syapti ancha. Bu degani yaxshi. Hozir yana nima qilamiz? Hozir bu daraxtlarni xudoga aylantirib olish kerak bolalar. Okey. Bir stak chiqib qolsa kerak. Okey, bir stak chiqdi. Bir stak menimcha 42 ta chiqdi. Bizda qalqon ham yasab bo'ladi. Okey, qalqon ham kerak bizga. Qalqon ham yasab oldik. Menimcha qalqon hozircha uncha kerak bo'lmaydi, chunki bu yoqqa zombilar o'ta olmaydi, o'shaning uchun. Yana endi spawn bo'lib qolmasa yana. Hozir endi nima qilamiz? Hozir yana keraksiz narsalar. Men boya o'ylashim bo'yicha urug' bizga kerak bo'lar ekan do'stlar. Mana urug' kerak bo'lar ekan. Hozir bundan ekib yaxshiroq aniq qilsak bo'ladi. Ko'paytirib o'zimizga ovqat aniq qilib olsak bo'ladi. Okey, hozir bu yerdan nima yasaymiz? Bu yerda daraxt olib tashlaymiz va ketmon kerak bizga do'stlar, ketmon. Nima olamiz? Ketmon hozir mana bitta ketmon yetadi. Bu bizga hozir urug'lar ekishga kerak bo'ladi. Okey bolalar, mana. Mana suvimiz ham bor. Mana. Bu yerda o'tlar o'sib qolganda o'shalar chopdim, o'shalardan chiqdi. Ko'proq o'tlar bo'lsa yaxshi bo'ladi. Okey, mana zombilar bor, o't olmaydi baribir. Yaxshi, bunisi yaxshi degani. Mana endi ko'ramiz buni. Tezroq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Okey. Mana bu teshik ham menimcha ehtiyot bo'lishimiz kerak. Tushib ketamiz. Bu yoqda yopib qo'yaman. Hozirchaga men yopib qo'yaman bu yoqda. Okey, yopib qo'ydim. Yana nima qilamiz? Hozir biz mana ulardan olmalar tutsa yaxshi bo'lardi-da. Hali lekin qornimiz ochgani yo'q bolalar. Bu degani yaxshi. Bolalar, esdan chiqarmanglar obuna bo'lishdi. Like, podpiska bo'lish uchun.
Bolalar mana bu yoqda bilmasdan Arun uyini buzyapman va mana bu yoqdan arilar chiqib ketdi va men chaqtoshdan hali ham uyimga kirib qoldim hali ham agar sal qoldi. Mana olmani yeb olaylik hozir. Okey, mana da bitta daraxt o'sibdi. Buni ham hozir kazib olamiz. Va mana tapur уже narsasi ham kamayapti. Уже buni ham tashlab olishimizga to'g'ri keladi. Videoni bolalar mana shu joyda videoni o'chirishimga to'g'ri kelib qoldi. Buni 3-qismi ham bor. 3-qismini ham chiqaraman. Buni bolalar mana shu video uchun sizlar like podpiskani ayamanglar va meni qo'llab-quvvatlab turinglar. Sizlar bilan Kama Minecraft bo'ldi. Hammaga xayr bolalar.